Men Samarqand shahrida 1977-yilda tug'ilganman. Ta'lim sohasidagi eng katta o'zgarish nima bo'ldi bugungi kunda? Har bir abituriyent istalgan davlatga borishi mumkin. 26 yil ichida juda ko'p narsa o'zgardi. Biz hozir internet asrida yashayapmiz. Emaili yo'q talabani o'zi yo'q. Men o'zim shaxsan o'z emailimni 2000-yilda ochganman. 25 yil ichida texnologiya tamomila universitetlarni o'zgartirib tashladi. Bizning davrimizda ta'lim, ya'ni bilim manbai professordi, o'qituvchi edi. Bizning davrimizda YouTube yo'q, texnologiya yo'q, Wikipedia yo'q, internet yo'q. Nima bor? Kitob bor. 4 hafta, 5 haftada bir kelardi kitob. Ya'ni navbatimiz. Hozirgi kunda esa bilim manbai universitetlar emas. Bilim manbai bu jamiyat va bizni o'rab turgan dunyo. O'qishga kirish juda ham osonlashib ketdi. Bu holatga qanday qaraysiz? Ba'zi hozir kunimizda o'quv kurslari 4 yillik universitet ta'limini 6 oyga sig'dirgan holda beryapti. Agar farzandim universitetga kirib diplom olsa, demak davlat uni ish bilan ta'minlab beradi. Bu noto'g'ri fikr. Sifatli ta'lim qayerda bo'lsa, farzandini shu yerga bersin. U xususiymi davlatni qat'iy nazar. Ikkinchi kurs talabasi ham o'qish, ham ish davrida minimum 5 million oylikka ishlash kerak deb o'ylayman. O'zbekiston 20 yil, 30 yil oldingi O'zbekiston emas. Yarim stavka ishlash imkoni yo'qdi. Kelajakni belgilab beruvchi bu diplom bo'lmaydi bundan buyoq. Butun dunyoning IT gigantlari, ya'ni IBM, Oracle, Microsoft, u yerda 15 yil bo'ldi diplom so'rashmaydi. Imtihonlar bu talabalar uchun tuzilgan tuzoq deyman. Universitetga kirishni belgilaydigan imtihon bo'lmaslik kerak. Masalan, sharoitni yaratib beraman, mumkin Einstein sandan chiqar deydi. Bitta tilni o'rganish uchun qanaqa samarali yo'llardan foydalanganimiz yaxshi bugungi kunda? Tildagi har bir yangi so'zlar jurnalistika orqali kiradi. Bo'sh vaqtingizda shug'ullanadigan hobbingiz ham mavjudmi? Futbolni juda yaxshi ko'raman. Meni eng sevgan jamoam bu Real Madrid. Qaysi mamlakat siz uchun eng qiziq xotiralarga boy davlat bo'lgan? Men uchun eng yoqqan davlat bu Shvetsiya. Talabalarga shuni maslahat berardim. Ufqlarini kengaytirib, dunyo ularniki ekanini tushunishlari kerak. Assalomu alaykum, Azamat aka, xush kelibsiz Do'stona suhbat loyihasiga. Azamat aka, siz qayerda tug'ilib o'sgansiz? O'zingiz haqingizda qisqacha gapirib bersangiz. Men Samarqand shahrida 1977-yilda tug'ilganman. Ushbu shaharda o'rta maktabga borib, universitetni ham shu Samarqandda tugatganman. Qaysi maktabda o'qigansiz va necha baholarga eng sevimli faningiz qaysi bo'lgan? Hozirgi Buyuk Ipak yo'lida joylashgan 50-o'rta maktabda o'qiganman. Boshlang'ich ta'limda juda a'lo baholarga o'qiganman va albatta insonni, ya'ni aytaylik o'sha 10 yoshlardan keyingi o'sha o'yin qaroqlik boshlanadi, biroz sho'x davrlar boshlangani uchun baholarim 5 dan 4 ga tushgan. Ya'ni 5-4lar bilan maktabni shunday bitirganman. Oliy ta'limda 26 yillik tajribaga ega olim sifatida aytingchi, shu davr ichida ta'lim sohasidagi eng katta o'zgarish nima bo'ldi bugungi kunda? Juda qiziq savol berdingiz. Ya'ni 26 yilda O'zbekistonda oliy ta'limda nimalar o'zgardi? Birinchi navbatda kirish imtihonlari o'zgardi 26 yil ichida. Ya'ni ikkinchisi bu albatta xususiy universitetlarni paydo bo'lishi. Uchinchisi, ishonasizmi yo'q, bizning davrimizda imkon qadar biz juda ko'p dars olganmiz. Ya'ni men shaxsan o'zim 100 dan ortiq dars olganman. Ya'ni ular agar menga savol bersangizki, bularni birortasi hayotingizda yordam berdim deganda, men bunga o'ylanib qolgan bo'lardim. Ya'ni qaysi bir dars meni hayotimda, ya'ni universitetdan keyingi ishlash jarayonimda yordam berdi deb. To'rtinchisi bu albatta xilma-xillik. Bizning davrimizda bor yo'g'i 9%, mumkin undan ham kam abituriyentlar universitetga kirardi. Hozir nafaqat masalan bu 50% ga chiqdi, balki har bir abituriyent istalgan davlatga borishi mumkin. Ya'ni hozir aviachiptalarning arzon bo'lishi va boshqa universitetlarni variantlarini paydo bo'lishi bu albatta oliy ta'limdagi imkon qadar talabalarga xilma-xillikni beradi. Bu esa o'sha nafaqat masalan Samarqandda qolishi. Meni orzuyim masalan Toshkentda o'qishdi. Lekin tasavvur qiling, 90-yillar o'rtalari og'ir iqtisodiy sharoitlar, ya'ni bir Toshkentga borib kelish, hozir mana Afrosiyob bor yoki tezyurar poyezdlar, avtobuslar, qulay taksilar bor. U davrda eski o'sha sovet mashinalari, ya'ni ham juda qimmatdi, ham ko'p yurmasdi. Shuning uchun men Samarqandda qolib o'qiganman. Demak, men aytmoqchimanki, 26 yil ichida juda ko'p narsa o'zgardi. Xorijiy universitetlarning filiallari bor va eng muhimi, biz hozir internet asrida yashayapmiz. Shunday. Tasavvur qiling, hozir emaili yo'q talabani o'zi yo'q. Bizning davrimizda, ya'ni emaili bor talaba bir boshqacharoq yurardi. Men o'zim shaxsan o'z emailimni 2000-yilda ochganman.
hozirgacha 25 yil bo'ldi o'sha emailni ishlatyapman. 25 yil ichida texnologiya tamomila universitetlarni o'zgartirib tashladi. Ya'ni bizni davrimizda bilim manbai professordi, o'qituvchi edi. Chunki bizni davrimizda YouTube yo'q, texnologiya yo'q, Wikipedia yo'q, internet yo'q. Nima bor? Kitob bor. Kitob, masalan, bir nusxa 1000 talabaga biz navbatga turardik. Bu kitobni olish uchun 4 hafta, 5 haftada bir kelardi kitob, ya'ni navbatimiz. Hozir bilim manbai universitetlar emas. Bilim manbai bu jamiyat va bizni o'rab turgan dunyo. Bu TikTok bo'lishi mumkin, Wikipedia bo'lishi mumkin, onlayn nashrlar bo'lishi mumkin, onlayn xabarlar bo'lishi mumkin. Masalan, podkastlar bo'lishi mumkin. Bu universitet aslida. Ya'ni bizni davrimizda ishoning, xoh ishonmang, masalan, bir mutaxassis bo'lish uchun 4 yil mumkin yetmasdi. Men o'ylayman, bu kunga kelib tibbiyot va biogenetika IT dan tashqari demoqchiman. Juda ko'plab yo'nalishlarda 2 yil ham yetadi. Ko'ryapsizmi o'zgarishni? 25-26 yil ichida 4 yildan 2 yilga tushyapmiz. Ba'zi hozir kunimizda o'quv kurslari 4 yillik universitet ta'limini 6 oyga sig'dirgan holda beryapti. Bizning davrimizda o'quv kurslari juda qoloqdi. Ya'ni tasavvur qiling, o'sha bonk kitoblari, eskirgan kitoblar, amaliyot yo'q. Faqatgina nima deydi, xotirani rivojlantirib, ingliz tili bo'ladigan bo'lsa, o'sha zamonlarni o'rganib, aktiv gaplashish yo'q. Hozirgi kunda masalan repetitorga bormay turib ham, ya'ni ishtiyoqi bo'lgan, ixlosi bo'lgan talaba mustaqil dars uydan chiqmay o'qiydi. Dunyo texnologiya orqali, ya'ni sizni o'zingizni o'zi universitetga aylanyapti. 26 yil ichida shular o'zgardi. Bugungi kunda xususiy oliygohlar ochilishi ko'pgina abituriyentlarni talaba bo'lish orzusiga yetishtirdi. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Aynan xususiy oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish juda ham osonlashib ketdi. Bu holatga qanday qaraysiz? To'g'ri savol. Ya'ni keling savolni ikkinchi tomonidan qaraymiz. Ya'ni imtihon bilan davlat universitetiga kirgan talabalar 4 yildan keyin, ya'ni qanaqadir olamshumul ixtiro bilan dunyoga o'zini kuchini ko'rsatyaptimi? Yoki imtihonsiz xususiy universitetga kirgan talabada muammo bormi? Aslida muammo tizimda. Ya'ni men shaxsiy fikrim, men faqat shuni aytaman. Ya'ni biz odatda hozir, ya'ni xususiy universitetlar ko'paydi. Albatta, men o'ylayman, buni ko'pchiligi sifatsiz. Buni qat'iyan aytishim kerak. Ya'ni xususiy universitetlarni asosiy qismi bular sifatsiz universitetlar. Chunki nima uchun bular hali ham ishlab turibdi? Ya'ni bu ota-onalarda shunaqa hali ham eskirgan tushuncha bor. Ya'ni agar farzandim universitetga kirib diplom olsa, demak davlat uni ish bilan ta'minlab beradi. Bu noto'g'ri fikr. Afsus, bizning ota-onalar ya'ni real sektordagi real voqealarga xolisona analiz qila olmayapti. Ya'ni talaba bitirgandan keyin, masalan, juda kam oylikka ishlaydigan talabalar bor. Davlat universitetini bitirganlar ham. Shuning uchun aytmoqchimanki, xususiy universitetlarga imtihonsiz kirib o'qiydigan talabalar bilan imtihon topshirib davlatga kirgan talabalar orasida umuman farq o'zi yo'q aslida. Davlatga kirgan talabalarni ham ko'ryapmiz. Ular ko'psi, masalan, o'sha test bu umuman sizni xotirangizga bog'liq. Ya'ni agar xotira kuchli bo'ladigan bo'lsa, siz o'sha testni yodlab imtihondan o'ta olasiz. Ya'ni men aytmoqchimanki, umumiy hisobda davlat va xususiy universitetlarni natijalariga qarashimiz kerak. Ya'ni universitetlarimiz dunyo reytingida nechinchi o'rinda? Davlat universitetlari masalan. Yoki davlat universitetini bitirgan talabalar minimum qancha oylik bilan ish boshlashadi? Bu juda muhim. Men uchun faqat bu umumiy, men uchun bu muhim faktor hisoblanadi ota-ona sifatida. Har bir ota-onani qiziqtirgan hozir bitta yagona masala bor. Farzandim universitetni bitirib qayerga ishga joylashadi, qancha oylik oladi? Ya'ni iqtisodiy ravnaq har bir ota-onani qiziqtiradi. Demak, agar imtihon topshirilib davlat imtihoniga kirsa, demak qandaydir bu sifat belgisi aslida. Bu sifatni bildirmaydi. To'g'ri, davlat universitetini masalan o'ziga yarasha qandaydir afzalliklari bordir. Ya'ni kampusini kengligi, kitob masalan o'sha kutubxonaning kattaligi yoki masalan chet elga chiqish imkonlari, chunki baribir davlat. Lekin hozir ba'zi xususiy universitetlar bu davlatdan qolishmaydi. Shuning uchun meni shaxsiy fikrim, to'g'ri, asosan xususiy universitetlar bular sifatsiz universitetlar. Ya'ni ba'zilari bor davlatdan juda kuchli. Demak, men aytmoqchi bo'lgan narsa shundan iborat. Bir, sifatli ta'lim qayerda bo'lsa, meni shaxsiy maslahatim ota-onalarga farzandini shu yerga bersin. U xususiymi, davlatni qat'iy nazar. Bu juda muhim. Ya'ni buni qanday belgilash mumkin? Masalan,
Men juda yaxshi bilaman, Toshkentda obro'li hisoblangan xoh davlat, xoh xorijiy universitetlarni bitiruvchilari ishsiz, ish qidirib yurishibdi hozirgi davrda. Tasavvur qiling. Yoki ba'zi bir xususiy universitetlarning talabalari bor, o'zi istagan chet eldagi ishlarga joylashgan. Demak, universitetlardagi asosiy belgilash instrumenti imtihondan o'tdim o'tmadim emas. Asosiysi talaba o'qishga kirib, o'qish davrida mutaxassisligi bo'yicha ish topdimi, yo'qmi? Va bozorda ikkinchi kurs talabasi ham o'qish, ham ish davrida minimum 5 million oylikka ishlash kerak deb o'ylayman. O'zbekiston 20 yil, 30 yil oldingi O'zbekiston emas. Yani biz davrimizda tasavvur qiling, ya'ni yarim stavka ishlash imkoni yo'qdi. O'qituvchilarning o'ziga ish yo'q, ya'ni katta yoshdagi insonlarning o'ziga ish yo'q, tasavvur qiling. Ya'ni men talabalarga gapirmayapman. Yo'qdi, chunki restoran soni kam. Ya'ni biz davrimiz 90-yillarda. Mana bu xususiy sektor rivojlanmagan, investitsiya kirmagan. Samarqandda bor 4 ta 5 ta kafe, restoran bordi yoki masalan bitta ikkita zavod ishlab turgandi. Hozir esa u imkonlar juda keng. Ish o'rinlari ko'p, lekin layoqatli va ishga, ya'ni kompetentga sohib bo'lgan talabani o'zi yo'q. Shuning uchun men shaxsiy fikrim, universitetga imtihon topshirib kirgan talaba, demak u unga sifatli ta'lim beradi degan tushuncha eskirdi. Bu juda noto'g'ri tushuncha. To'g'ri, hozir masalan ota-onalar farzandini imkon qadar shu o'zini orzusi bor. Men o'ylayman 60-70% hozirgi ota-ona mumkin o'zi universitetga kira olmagandir vaqtida. Masalan, o'sha qishloqdan chiqqan, imkoniyati bo'lmagan yoki oilada ota-onasi o'tib qolgandir, o'zi oilani ro'zg'ori tebratgandir. Shunaqa insonlar bor, ularning ichida orzu qolgan. Ya'ni farzandim oliy ma'lumotli bo'lsin. Qat'iy nazar, xususiymi, davlatmi. Shuning uchun men o'ylayman, kelajakni belgilab beruvchi bu diplom bo'lmaydi bundan buyoq. Agar Amerikaga qaraydigan bo'lsak, hozirgi davrda masalan o'sha Silikon vohasi, ya'ni o'sha Kremniy dolina deyishadi, butun dunyoning IT gigantlari, ya'ni IBM, Oracle, Microsoft, Metalar Kaliforniyada. U yerda 15 yil bo'ldi diplom so'rashmaydi. Ya'ni bakalavr diplomi hech kimga kerak emas. Hech kimni qiziqtirmaydi, siz nima o'qigansiz. Hozirgi davrda hammani qiziqtiradigan va biznesni qiziqtiradigan yagona savol bor. Ya'ni meni muammomga yechim topa olasanmi, yo'qmi? Ya'ni siz 60 ta dars o'qiganmisiz, 70 ta dars o'qiganmisiz, Toshkentning eng mashhur universitetini tugatganmisiz? 30 yil oldin shunday edi. Chunki davlat tomonidan monopoliya o'rnatilgandi. Tasavvur qiling. Faqat qishloq talabalari, shaharlik bolalar ham kira olmasdi universitetlarga. 9% bor yo'q, ya'ni tasavvur qiling, ya'ni bir yilda 700 ming talaba bitiradigan bo'lsa, 7 mingimi kira olardi yoki 10 mingga kira olardi. Juda oz. Bular bitirib chiqqandan keyin ularga yarasha ish o'rinlari bor. Ya'ni bir o'ringa bir talaba kiryapti, tasavvur qiling. Hozir esa ya'ni universitetlar soni tasavvur 220 dan ziyod. 2016 gacha agar adashmasam 65-60 ta universitet bor edi. Hozir 3 barobar, 4 barobar ziyod. Ya'ni hozir bir o'ringa 10 ta talaba bor. Buni 9 tasi ishga layoqatsiz. Ishga deganim to'g'ri ko'nikmalari yo'q. Shuning uchun men shaxsiy fikrim, universitetga kirishni belgilaydigan imtihon bo'lmasligi kerak. Universitetga kirishni belgilaydigan masalan Amerika universitetlari, ya'ni juda ko'p mashhur top 100 ga kiradigan universitetlar ba'zan imtihon yo'q. Chunki ular uchun muhim narsa talaba ba'zan kreativ fikrlashi atrof muhitdan shakllanadi. Keyin deydi, universitetimga topshir deydi, men senga sharoitni yaratib beraman. Mumkin Einstein sandan chiqar deydi. Sharoit yaratib beradi. Alloh shunday yaratganki insonni, agar siz masalan o'sha ichingizdagi motivatsiyani, ingliz tilida sparkling deydi-ku, spark degani bu shunday otilib chiqaladigan. Ana shu sparking bo'lmaguncha deydi, ya'ni ichingdagi javhar otilib chiqmaguncha deydi, sen hayotda o'zing o'rning topa olmaysan deydi. 20-asr dohiylarga qarang, kimdir medik bo'lishni istagan, ulug' fizik bo'lgan, fizik bo'lishni istagan, buyuk aytishnik bo'lgan masalan. Shuning uchun mening shaxsiy fikrim, oliy ta'limdagi tendensiyalar shuni ko'rsatib berdi. Sifatli ta'lim yoki mukammal ta'lim bu imtihonlar bilan belgilanmaydi. Yevropa bundan voz kechdi. Ya'ni Yevropaning juda ko'p universitetlarida imtihon yo'q. Tasavvur qiling, Yevropa, dunyoning 25 davlati u yoqda hammasi top 50 da rivojlangan davlatlar. Yevropa ittifoqi. Shuning uchun men shaxsiy fikrim, endi bilasiz, imtihonlar ba'zan men faqat aytaman, imtihonlar bu talabalar uchun tuzilgan tuzoq deyman. Haqiqiy tuzoq bu. Ya'ni imtihonlar juda ham subyektiv bo'ladi. O'tgan yil ko'rdingiz, ya'ni kirish imtihonlarida eng kuchli yuristlar ham ba'zi yurfakni masalan savollarini o'zlari javob berisha olmagan. Degan bu qayerdan kelgan bu savollar? Tasavvur qiling, ya'ni.
yoki ba'zi savollarda 3 ta javob to'g'ri bo'lishi mumkin. Bizda hali bu rivojlanmagan. Buni testologiya degan yo'nalish bor. G'arbda testlarni shakllantiradigan yo'nalishlar bor, tasavvur. Mutaxassislari bor buni. Bizda biroz o'zing sohasini kuchli mutaxassisi bo'lsa, chunki testni o'zi bir san'at. Ya'ni testda men ensiklopedik bilimlaringizni sinaymanmi yoki tanqidiy fikrlashingizni sinaymanmi? Afsus, bizni testlarimiz 100% bu xotiraga asoslangan, tanqidiy fikrlashga emas. Men o'zimdan misol bermoqchiman. Ya'ni men 95-yil topshirganman. 6 kishi bizda qizil diplomdan bitirdi. Ya'ni with honors. 5 ta qiz talaba va men 6 kishi bitirganmiz. Lekin 95-kirgan talabalar, masalan, o'sha kuchli 20 talikda hech kim yo'qdi qizil diplomdan bitirgan. Men aytmoqchimanki, test va imtihon bu bilimni belgilaydigan instrument emas deb bilaman. Shuning uchun xususiy universitetlar ular davlatdan pul olishmaydi, subsidiyasi yo'q. Shuning uchun eshiklarni ochib qo'yadi. Kim kelsa kelaversin, olamiz deydi. Yiqilgan yiqilib ketaveradi deydi. Biznes. Davlat imtihonlari imkon qadar testni, ya'ni qiyinlashtiradi, lekin bu sifatni bermaydi. Ya'ni davlatni universitetlarning sifatini bilamiz. Sifati albatta bitiruvchilarni qanday joyga ishga joylashishi bilan belgilanadi. Hozir e'tibor berib turibman. Ko'pgina tanishlarimda ikkita tilni bilsa, o'zbek tilida gapirish juda ham qiynalib ketadi, lekin siz 8 ta tilni bila turib, o'zbek tiliga ravon va tutilmasdan gapiryapsiz va bu natijaga qanday erishgansiz? Qiziqyapman bunga albatta. Siz aytgan masala asosan 2000-yildan keyin texnologiya asrida tug'ilgan davrdagi talabalarda juda ham ko'p. Bizni baxtimizga biz internet hali yo'q bo'lgan olamda tug'ilib, internetga keng kirganmiz, texnologiyaga keng kirganmiz. Ya'ni men aytganimdek, biz universitetda bizni kitob va konspektdan boshqa manbayimiz yo'qdi. Masalan, men shaxsan o'zimizni bulvarga yugurib borib, birorta turistni ovlayman, o'sha kuni ko'raman, birortasini gaplashish biz uchun orzu edi. Tasavvur qiling. Chunki biz endi SSR parchalangan, temir devorlar qulagan, hali chet elliklar ya'ni yo'q hisobi edi Samarqandda. Toshkentda bordi chunki elchixonalar. Samarqandda yo'q hisobi. Bir ikkita turist agar adashib kelib qolmasa, chunki o'sha davrlar juda qiyin, viza olish qiyin O'zbekistonga. Biz turistlarni ketdan olardik, ya'ni bir ingliz tilida gaplashaylik deb. Demak, bizni baxtimizga biz o'sha o'zimizning muhitimizda qoldik va bu shakllanib keldi. Sizni tengqurlaringiz va 2000-yildan keyin, ya'ni pedagogikada bularga raqamli fuqaro deyishadi, tasavvur pedagogikada. Ya'ni siz raqamli fuqaro, men raqamli immigrantman, muhojirman. Ya'ni pedagogikada shu tushuncha bor. Ya'ni sizlar va sizlardan keyingi avlod texnologiyasiz yasha olmaysizlar. Ya'ni agar 3 soatga internet uzilsa yo bir kunga svet ketib qolsa, tugadi. Ya'ni butun, ya'ni o'sha kuni 80% O'zbekiston yoshlari kasal bo'lib qolsa kerak. Bizning davrimizda, ya'ni kitobdan boshqa hech narsa yo'qdi. Men bu narsani aytmoqchimanki, bir albatta inson imkon qadar, ya'ni tilshunoslikda shunaqa tushuncha bor, yuqori standart va quyi standart. Ya'ni o'zbek tilining ham standart o'zbek tili bor, qabul qilingan. Ya'ni bu butun O'zbekistonni birlashtiradigan til hisoblanadi. Ya'ni bunda radio, gazeta, kino, televideniya, jurnalistika standart tilda gaplash kerak. Afsus, hozir 90% bu aralashib ketgan shivalar bilan. Kinolarni ham tomosha qilsangiz, masalan, umuman Toshkent shivalari bilan to'lib ketgan. Shiva aslida boyligimiz bu bizni. Ya'ni shivalar qancha ko'p bo'lsa, bu demak turli xil bizni madaniy xilma-xilligimizni bildiradi. Bu yaxshi narsa. Chunki asrlar oldin insonlarga bordi keldi bo'lmagan. Bizda tovoq deydi, masalan, Toshkentda lagan deydi, masalan. Borgan hayron qoladi. Bizda laganda masalan kir yuvishadi. Ularda osh suzishadi. Ya'ni bu bizning xilma-xilligimiz, boyligimiz aslida. Lekin mana shu shivalarni birlashtirib standart til har bir davlatda bor. Shuning uchun men hamma vaqt, ya'ni insonlarga maslahat qilamanki, imkon qadar oilada standart tilda gaplash kerak. Imkon qadar. Chunki bolalar tinglaydi-yu, farzandlaringiz tinglaydi. Chunki hozir afsus, mana bu TikTok avlodi yoki YouTube avlod yoki Z avlod yo raqamli fuqaro deylik bular umuman hozir standart til uzoqda tursin, ya'ni bir-biri bilan gaplashganda juda haligi qisqartmalar. Chunki masalan SMS yozganda buni telegraf yozuv deyishadi. Oldin masalan SSR davrida internet yo'qdi, masalan
ya'ni boshqa bir aytaylik bir Moskvada yashaydigan do'stingizga siz telegramma yuborardingiz. Uni har bir so'zi pul turardi. Shuning uchun insonlar ko'p pul to'lamasligi uchun so'zlarni qisqartirib yozishganda umumiy ma'no bor, grammatik xato juda ko'p. Hozir yoshlarimiz aynan mana shunday xatolar to'la. Gapiradigan so'zlari ingliz tiliga ham qo'shilgan, turk tili ham bor, unisida fransuz tili ham bor, rus tili ham bor, qo'shilib shunaqa mix bo'lib ketgan. Xorijiy til bu albatta bilish kerak, ya'ni busiz bo'lmaydi. Men umuman qarshiman. Masalan, ba'zilar chiqadi, global dunyoga qarshi chiqishadi, aytishadiki, mana bu tilni o'rganmanglar, ular bizning dushmanimiz masalan. Yo mana bu davlat tilini o'rganmanglar. Ya'ni har bir davlat tilini o'rganish kerak. Chunki ish imkonlari va biznes imkonlari inson ona tilida to'liq fikrlarini izoh etish kerak, bildirish kerak. Buni qilish uchun nima qilish kerak ko'proq imkon qadar masalan kitob o'qish kerak, imkon qadar va xabarlar. Chunki odatda qarang, tildagi har bir yangi so'zlar jurnalistika orqali kiradi. Chunki jurnalistlar birinchi so'zni ishlatgandan keyin, demak, bilasizki bu so'z masalan o'sha xorijiy so'z bo'lishi mumkin yoki eskirgan o'zbek tilidan bo'lishi mumkin. Demak, bu ishlatish mumkin bu so'zni deb siz ham ishlataverasiz. Juda ham zo'r. Bitta tilni o'rganish uchun, mukammal o'rganish uchun qanaqa samarali yo'llardan foydalanganimiz yaxshi bugungi kunda? Bu savolni juda ko'p insonlar mendan so'rashadi. Ya'ni domla deydi, siz juda ko'p tillar bilasiz, ham haligi xorijiy tillar metodologiyasi bo'yicha men mutaxassisman. Hozir juda ko'p metodlar bor. Ya'ni har bir masalan o'sha shaharda yuzlab o'quv kurslari bor. Ya'ni internetning o'zida umuman bepul bo'lgan o'quv kurslari bor, podkastlar bor. Tinglaydigan juda ko'p materiallar bor. Lekin bizda nima yetishmaydi? Vaqt yetishmaydi bizda. Ya'ni chunki hammaning o'zining ishi bor. Masalan, o'qishga boradi, o'qishdan keyin ishiga boradi, ishdan keyin masalan darslarga tayyorgarlik ko'radi. Va biroz bizda tamballik ham bor. Lekin tajribamdan kelib chiqqan holda tilni o'rganish uchun eng muhim narsa bu ko'proq xabarlar tinglash kerak. Masalan, men telefonimda applikatsiyalar bor. Turkiyada bo'ladigan xabarlarni men turk tilida tinglayman yoki o'qiyman. Angliyada bo'ladigan xabarlarni ingliz tilida o'qiyman, qarang. Haqiqatan ham shunday. Rossiyada bo'ladigan xabarlarni rus tilida o'qiyman. Chunki birinchidan siz to'g'ri bo'lgan ma'lumotga erishasiz. Ya'ni 3-4 davlatlar orqali emas, to'g'ridan o'sha davlatning o'zini axborot mediasidan o'qiysiz. Ikkinchisi o'sha tilni o'rganasiz. Va imkon qadar o'sha tilda yozish kerak. Ya'ni fikrlarni bildirish kerak. Ba'zan men o'sha tillarni o'rgangan davrimni eslayman, o'tirib yozardim. Biz paytida kompyuter yo'q edi, ruchka bilan yozardim men. Ya'ni demak, xabarlar, yozish va kitob imkon qadar. Chunki kitob bu standart til. Xabarlar sizga o'sha tildagi so'nggi o'zgarishlardan xabar qiladi. Chunki aytdim, masalan, kitob eskirgan bo'lishi ham mumkin ba'zan. Masalan, tasavvur qiling, bizda mana afsus deylik, juda ko'p universitetlarda yillar oldin chiqib ketgan xorijiy tilda kitoblar bor. 20, 30, ba'zi joylarda 40 yil. Qaysi bir davlatga kerak bo'lmagan bizga berib yuborgan yoki universitetlar berib yuborgan. Chunki til hamma vaqt evolyutsiya holatida bo'lgan bir jarayondir. O'zgarishlar juda katta. Koreys tili 40 yil oldin koreys tili emas hozir. Juda ko'p so'zlari o'zi masalan ingliz tilidan o'tib kelgan, boshqa tillardan o'tib kelgan. O'zbek tili ham shunday hozir. O'zbek tilida 30 yil oldingi o'zbek tili bilan hozirgi o'zbek tili orasida katta farq bor. Yangi so'zlar kirib kelyapti hozir. Shuning uchun mana bu 3 ta instrumentdan foydalanish kerak. Ya'ni bu muntazam xabarlar tinglash kerak. 2 imkon qadar aqlda, miyada bo'ladigan prosesni qog'ozda yozish kerak. Hozirgi kompyuter va kompyuter yozish mumkin. Va 3-inchisi kitob. Albatta kitob. Ilmiy faoliyatingizdan tashqari bo'sh vaqtingizda shug'ullanadigan hobbingiz ham mavjudmi? Bo'sh vaqtimda, masalan, meni yoshligimda men ko'proq voleybol, basketbol, futbolni sevardim. O'sha talabalik davrimda, keyin universitetda ishlagan davrlarimda, ya'ni muntazam ravishda, masalan, hamkasblarim bilan, ham o'rtoqlarim bilan biz futbol o'ynardik. Hozir endi bunga vaqt yo'q. Meni eng sevgan narsam albatta futbolni davom ettiryapman, lekin tomosha qilishni davom ettiryapman. Futbolni juda yaxshi ko'raman. Ya'ni meni eng sevgan jamoam bu Real Madrid. Ikkinchisi bu hozir imkon qadar yurishni yaxshi ko'raman. Vaqt topguncha, masalan, shu o'zimiz bulvarga yoki ba'zan shahardan tashqariga chiqib kilometrlab yuraman, yaxshi ko'raman. Ya'ni tabiatga chiqish juda yaxshi ko'raman.
insonga ilhom beradi. Siz ko'plab davlatlarda yashab ishlagansiz, ish yuzasidan, o'qish yuzasidan. Qaysi mamlakat siz uchun eng qiziq xotiralarga boy davlat bo'lgan? 90 dan ortiq davlatga borganman, ya'ni Avstraliyadan Kanadagacha. Menga eng yoqqan ikkita davlat bor. Hamma davlatlar, ya'ni chiroyli, ya'ni hammasi rivojlangan, hammasini o'zini bir gashti bor. Lekin men uchun eng yoqqan davlat bu Shvetsiya. Ya'ni Shvetsiyada ko'chalari gavjum emas. Ya'ni bu juda muhim. Ya'ni u hozirgi tirbandlik degan tushuncha ularda yo'q. Ko'chalari keng, hamma joy o'rmonzor. Ya'ni ba'zan tasavvur qiling, shaharning o'zida, ya'ni yurib turibsiz, ya'ni bu tasavvur qiling, o'rmonda yurgandek bo'lasiz, his qilasiz. Bu juda muhim narsa inson uchun. Toza havosi va xalqi boshqacha Shvetsiyani. Va Sloveniya. Sloveniya Adriatika qirg'og'ida joylashgan kichik bir davlat, lekin kuchli o'nlikka kiradi. Sloveniyani tabiatini, yo'llarini juda yaxshi ko'raman. Biz oilam bilan juda ko'p vaqt o'tkazganmiz Sloveniyada. Shuning uchun shu ikkala davlat menga juda ham yoqadi. Masalan, men Koreyada 6 yil yashaganman. Koreyani masalan transport tizimi dunyoda eng ya'ni mukammal rivojlangan tizim hisoblanadi. Men shu jihat bilan yoqtiraman. Ya'ni men aytmoqchimanki sizga, har bir davlat haqida qanaqadir bir izuminkasini aytib berishim mumkin. Agar biron bir tarixiy shaxs bilan suhbatlashish imkoniyati bo'lsa, kimni tanlagan bo'lar edingiz? Agar shunaqa imkon bo'lganda, men hayotimda yoqtirgan insonlarim bor. Ya'ni ular o'sha futbolda afsonaga aylangan Maradona masalan, Amerikani sobiq marhum prezidenti John Fitzgerald Kennedy masalan men kumirlarimdan hisoblanadi. Einstein bilan o'tirib ta'lim tizimi haqida, motivatsiya haqida ko'plab savol bergim keladi. Chunki Einsteinni ham juda og'ir bir hayot o'tgan. Ya'ni qayerdadir muvaffaqiyatsizlarga uchragan, qayerdadir uni masalan sinfdan chiqarib tashlashgan. Shunga qaramay dohiy insonga aylandi va butun dunyo u haqida gapiradi. Demak, bizga shunaqa insonlar yetishmaydi. Aynan mana shu insonlarni hozirgi davrda mana bu inqirozga uchragan bir jamiyatda men o'ylayman, shular bilan o'tirib, masalan Maradona ham, Kennedy ham. Masalan Kennedy Amerikaning ilk katolik mazhabidagi prezidenti bo'lgan, tasavvur qiling. Chunki ungacha hamma protestant bo'lgan. Ya'ni shu nasroniylikni protestant mazhabi. U ilk katolik prezident bo'lgan. Ya'ni unga ham juda qiyin bo'lgan bu narsa. Juda ham ko'plab tanqidlarga uchragan. Albatta. Shuning uchun men o'ylayman, har uchala insonni birlashtiradigan, ya'ni muvaffaqiyatga, kelajakka ishonish. Har biri yo'qdan borni yaratishdi. Eng muhim inson uchun motivatsiya beradigan bu uning oilasi. Allohning amri, payg'ambari sunnati. Biz albatta oila qurishimiz kerak. O'zimizdan keyin yangi avlod, yangi nasl tarbiyalab, ya'ni o'sha boshlangan ishlarni kimdir davom ettirish kerak. Albatta inson masalan har bir yoshni o'ziga yarasha bir mazmuni bor. Inson 20, 30, 40 yoshlarida hayot bilan kurashib, hayotda o'z o'rnini egallashga harakat qiladi. Ya'ni Xudo insonga imtihonni bila turib beradi. Ya'ni ma'lum bir yoshlarda imtihonni beradi. 50 yoshlardan keyin sekinlik bilan ham vujudda masalan o'sha sekinlik bilan inson qarishni boshlaydi. Shunda demak, uni atrofini o'rab turgan kim bo'ladi? Farzandlari, nabiralari. Va eng muhim narsa bu ya'ni men faqat shuni orzu qilaman, yaxshi insonlarni davom etishi uchun fundament bo'lish kerak. Shuning uchun oilaviy baxt bu har bir qat'iy nazar, u inson yulduz bo'ladimi, oddiy ishchi bo'ladimi, har bir inson oilaviy baxtga erishishi kerak. Ba'zi yulduzlarni ko'ramiz yoki ba'zi muhim insonlarni ko'ramiz. Hayotida baxtni topa olmagan, ko'plab bor turmush qurgan, farzandlari gapirmaydi, tashlab ketgan va juda ko'p sportsmen yulduzlarni ko'ramiz. Umrining oxirini ya'ni bir nochor ahvolda o'tkazgan, qashshoq holatda tilanchilik qilib vafot etgan insonlarni bilamiz tarixda. Vaqtida butun dunyo bularni olqishlardi. Qarang, ya'ni bu yoqdagi korrelyatsiyani ko'ryapsizmi? Ya'ni bir vaqtlar butun dunyo istardiki bu inson bilan qo'l berib ko'rishishni. Nafaqat haligi undan gaplashishni, qo'l berib ko'rishishni. Ya'ni uni rasmlari butun o'ylarda bordi. Lekin umrining oxiriga qarasangiz, uysiz, tilamchi sifatida vafot etganlar juda ham ko'p tarixda ko'rganmiz. Bu kino yulduzlari, sport yulduzlari, boylar masalan bor. Demak, nima uchun? Chunki ularda faqat hayotda bitta stimul bo'lgan. Ya'ni yoki boylik orttirish
yoki mashhurlikka erishish. Ular o'ylashganki, tog'ni yuqori cho'qqisiga chiqqanda ular baxtga erishadi deb. Men o'ylayman, baxt hamma vaqt inson yonida bo'ladi, cho'qqida emas. U oilasi, u tarbiya ko'rgan oilasi. Hozir mana qarang, juda ko'p sudlashuvlar bor. Ota o'g'li bilan, o'g'il onasi bilan, ya'ni aka uka bilan sudlashuvlar bor. Ya'ni umrini oxirini ba'zi ota-onalar rohatda o'tkazmaydi. Hamma vaqt qanaqadir bir qiyinchilik, muammolar ichida. Chunki vaqtida tarbiya bermagan, oilaviy baxtga erishmagan. Shuning uchun men o'ylayman va yoshlarga maslahat berardimki, ya'ni bu ham bizning payg'ambarimizdan sunnat. U kishi aytishganki, hayotni 24 soatni 3 ga bo'lish kerak. Bittasi o'sha ish uchun, bittasi o'sha uyqu uchun, bittasi o'zimiz uchun. Ya'ni 8 soat ishga, chunki rizq topishimiz kerak, ishlashimiz kerak. Kimdir bizga pul bermaydi. 8 soati uyquga va o'zimizga, ya'ni o'zimizni rivojlanishimizga va o'sha 8 soati oilaga va qarindoshlarga. Agar biz qaysi biridan vaqtni o'g'irlasak, o'sha yerda oqsoqlik boshlanadi, o'sha yerda muammolar boshlanadi. Ishimizdan muammo bo'ladi. Ba'zilar bor 15 soat uxlaydi. 15 soat uxlasa, demak, qayerdadir unga muammo boshlanadi. Shuning uchun baxt bu ikki qanotli qushga o'xshaydi. Ham shaxsiy rivojlanish, ham oila bilan rivojlanish deb o'ylayman. Juda ham chiroyli javob bo'ldi. Bugungi kundagi yoshlarga maslahatlaringiz nimadan iborat? Aynan siz kabi muvaffaqiyatga erishish uchun va ko'plab davlatlarga tajriba orttirish va yashash uchun borishlari uchun qanday maslahatlarni bera olasiz? Eng birinchi maslahat bu vaqtdan unumli foydalanish. Ya'ni hozir imkonlar juda ham keng. Ikkinchisi o'ziga ishonch. Ya'ni insonlarni baxtsiz qiladigan omil, eng katta omil umidsizlik. Shuning uchun umidsiz inson har bir gunohni qiladi. Ya'ni odam o'ldiradi, suitsid qiladi, tajovuz qiladi, nimadir o'g'irlaydi. Uchinchisi bu motivatsiya. Albatta, ba'zan tushkunlik bo'ladi, ba'zan qatdandir biz masalan o'zimiz orzu qilgan maqsadga erisha olmaymiz. Masalan, GPA bo'yicha masalan bir ballni egallay olmaymiz yoki Erasmus bo'yicha qaytkaga bora olmaymiz. Yo ketma-ket Fransiyaga topshirasiz, grant uchun yuta olmaysiz. Ishonish kerak bunga. Demak, Xudo bundan yaxshisini beradi. To'rtinchisi bu mashaqqatli mehnat. Albatta, ya'ni busiz kelajak bo'lmaydi. Va 5, eng muhim, men o'ylayman, bu deadline va time management. Afsus, biz yoshlarda, biz mana shu talabalar, men tinglaydigan talabalar juda yaxshi tushunishadi meni. Bizda odatda sentyabrning boshida o'qituvchi uyga vazifa beradi, haligi case study yoki semester qanaqadir referat. 3 oy muhlat beradi. Talaba nima deydi bilasiz? 3 oy, oho, 3 oy ko'p bizga deydi. Oxirgi kunga qolganda bir kun oldin o'tirib dars qilishga harakat qiladi. Nima o'rganadi? To'g'ri, o'tib ketishi mumkin. ChatGPT va boshqasi bor, o'tib ketadi. Lekin masala u nima o'rgandi u yoqdan? Hech narsa. Ya'ni o'zini o'zi aldash bo'ladi. Shuning uchun men shaxsiy fikrim, talabalarga eng hozir yetmaydigan, nafaqat talabalarga, yosh kattalarga ham bu time management va deadline. Bizdagi eng katta muammo shu. Soat 5 ga kelishdikmi uchrashuvga? 10 takan 5 da borish kerak. Borib, atrof muhitni ko'rib, choy ichiladigan joymi, yaxshi joymi borib ko'rish kerak. Kimgadir so'z berdikmi? Mana shu omonatni men ertaga, masalan, soat 11 da yetkazamiz. Shu 11 da berishimiz kerak. Shundagina bu to'planib nimaga aylanadi? Tajribaga. Mana shu privichka qayerdan keladi? Ya'ni yaxshilari bor, yomonlari bor. Yomonlari har safar siz nimadir orqaga surib bunga o'rganib qolasiz. Deysiz, nima yarim soat nima deysiz? Shuning uchun bizda eng katta muammo shundan boshlanadi. Men ba'zan ba'zi talabalarimga bir haligi vazifa beraman. Xo'p, ustoz deyshadi, yuboramiz sizga deb. O'zim eslatmaguncha esiga ham tushmaydi. Bu men o'ylayman, ularning xatosi emas. Demak, ular yashab turgan sharoitning xatosi. Demak, ular turgan atrof muhit, ya'ni demak, shuni o'rgatmoqda ularga. Chunki talaba masalan oilasidan shuni ko'rib keladi. Ota masalan yoshlikda so'z beradi. Bo'ldi dedi. Yakshanba kuni seni masalan parkka olib boraman dedi. Lekin olib bormaydi. Bo'ldi dedi. Sen mana shu imtihondan o'tganda senga masalan chiroyli ko'ylak olib beraman dedi. Olib bermaydi. Farzand shunga o'rganib qoladi keyin. Demak, aytib qilmasa ham bo'lar ekan. Talabalarga
eng so'ngida shuni maslahat berardim. Ufqlarini kengaytirib, dunyo ularniki ekanini tushunishlari kerak. Alloh taolo ham aytadi, bandam deydi, himmatingni yuqori tutgin, men senga ko'proq beray deydi. Agar siz masalan Toshkentdagi eng zo'r oliygohga kirib, mana shu rayonda shunaqa ish qilaman desangiz, Alloh sizga shu kichkina imkonni beradi. Shuning uchun qat'iy nazar qaysi universitetga kirasiz? Xususiymi, davlatmi, qishloqda joylashganmi, viloyat chekkasidami? Men aytaylik, Koreyani mana shu shahrida, mana shu kompaniyasida ishlayman deb niyat qilish kerak. U niyat benchmark deyiladi, planka. Keyin unga yarasha siz 4 yil mashaqqatli mehnat va ta'lim o'qishdan shunga intilasiz. Agar siz birinchi kursdan voy men o'qishga kirdim, lekin o'zim bilmadim nima uchun kirdim, bitirib olay, eng yomoni shu. Bitirib olay, u yog'ini ko'ramiz. Dunyo o'zgaryapti. O'zi ishsizlar soni juda ham ko'p. Men ko'p aytyapman. Oliy ma'lumotli ishsizlar armiyasi yaralyapti. Ya'ni bitta o'ringa 20 ta inson bor. 15 tasi umuman layoqatsiz. Demak, niyatni, ufqni kengaytirish kerak va shunga intilish kerak. Rahmat kattakon.